Salom hammaga, sizlar bilan Sardorchik. Bugungi gameplayimiz Alucard. Xo'sh, men qizil buffdan boshladim. Nimaga? Sababi gank optga chiqaman deganman. Qizil tozalab, men toshni tozalab, keyin o'rtadagi fazonga chiqib, undan keyin ko'p turib, undan keyin optga gankga chiqaman deb shunaqa farm qilganman. Tozalashni boshlaganman. Ko'ryapsizlar, vazonda o'zi ataka boshlangan. Ularni magi, bizda mag, bizda romenimiz Glue. Mana ko'ryapsizlar, o'zi Glue oshiqcha harakat qilganini yetib olib ketdi. Ular ushdi. Hali men yetib bormasimdan ular faytga kirib ketdi. Shunchaki vazonda olib skip qilish kerak. Unchalik kirib ketish kerak emas edi. Mayli, bitta o'lish hech narsa qilmaydi. Bitta-bittani shunaqa o'lib qolaversa, bu katta xatolik bo'ladi. Ancha farm berib yuboradi komandaga. Bizda bu endi faramiz rosa ko'p xalaq qilgan, ancha boshidan boshlab xalaq qilgan. Shu xalaq qiladiganlarni to'g'risi yoqtirmayman. Ko'p romerlar xalaq qilayotgan paytda yordam bera olmaydi. Komandaga mana misol uchun mana optimiz ham tepada hali ham yuribdi. Ko'ryapsizlar, Tamuz o'zi menga o'ynab yordi. Easy o'ldirib qo'yishdi. Bu yerda angellarni passivkasi meni sekinlashtirib qo'ydi ikkisi bilan. Undan keyin men yana double emas, nimani urishim keldim. Buni urdim, o'sha tepada bizning magimiz Tamuz o'ldirib yordi. Hali meni kuchim yetmaydi. Ularning listiga shuning uchun boshqa agressiya qilmaymiz. Angel xato qilgan, to'g'ri xato qilmagan, kontrolga tushgan. Shuncha angellarni urganman, lekin bu yerda faramist ko'rdilaring. Skill bilan meni o'ziga tortib, badbashni olib kirish uchun mana ko'ryapsizlar, perexvat bo'lib bizda romenimiz chopgan glumimiz. Yana men chiqdim, yana farm qilyapman. Lesnikda qanday tozalash kerakligini menimcha bilasizlar. Agarda bilmaydigan bo'lsalaring, video chiqaraman xudo xolasa. Endi qaraydi, endi kartaga qaraymiz. Hozirchalik hammasi yaxshi, shunchaki farm qilamiz. Alucardda bitta narsa, startda oshcha agressiya qilmaslik kerak. Mid game va late'da ancha kuchli. Mana ko'ryapsizlar, mana ko'p buffimga o'zi yana o'ynadi. 3 talashi. Bizda optimiz san o'lgan, manida o'lgan, endi chiqibdi bashnadan. Mana shunchaki bitta urib, buni qochib ketyapti. Chunki bilim bo'lganligini hisobiga shunchaki urganman. O'zi mana Tamuz o'ldi. Endi angellar bilan faramiz skip qilsa kerak ustalik. Endi men toshni olgandan keyin vazonga chiqaman, vazondan keyin menimcha midga borsam kerak. Mana vazonni urdim. Romenimiz ko'ryapsizlar, bu agressiya qilib o'ynayapti, lekin xato ham qilib. Counter pick qilib faramiz olingandan keyin gluni ham o'ynab chiqmagan. Shuning uchun gluni olishda ham maslahat bermayman. Maslahat beraman qachonki ularning magi olib bo'lsa, chunki Vexani yokida mana shunaqa nima oladigan bo'lsa, faramiz oladigan bo'lsa, counter pick qilib qo'yib, Romer yoki Expavik o'ynaganda bo'lmaydi. Men ko'ryapsizlar, menga agressiya qilib o'ynashyapti, chunki hali meni kuchim yetmaydi. Hali endi 5-daqiqaga yetmadi. Glowimiz o'sha 2-3 marta o'lib yorgan. Sanam o'lgan, san tepada urishyapmiz bilan bir sanimiz o'zimmi akammi? Akam hali yangiligini hisobiga o'yin men ham tushuntirib ham o'zim o'ynayman. Bu xatoni sizlar qilmanglar, men xato qildim. Mana men shu yerda xatosidan foydalanganman. Angellarni ko'rdinglarmi, ketib qoldi. Easy kill bo'ldi. Bizda nimamiz gortimiz boya joni xippa qolganda ketish o'rniga ketmadi. Men dal shu o'ynab olmoqchi edim, faramiz kelib qoldi. Faramiz bilan o'ldirib yuborish ehtimoli bor edi, chunki faramisni bilasizlar, yana qo'shimcha jon beradi. Qo'shimcha jon emas u, himoyaga o'xshagan narsa, xullas, joni to'ladi, uni yo'q qilishingizga undan keyin hozirgi joni chiqadi. Tushundinglar menimcha. Cherpaxaga chiqishimiz kerak. Birinchi cherpaxa bizda romenimiz glue olganda, endi ikkinchi cherpaxaga mana shu yerda mana faramist ko'rdlaring, men mana shu yerda faramist ko'rmaganman. Xarita ochib qo'yganman, nimadir bo'lib qolgan. To'g'risi, mana Hanabi kelib urmoqchi bo'lib, Hanabi bu yerda easy manga kelib o'yaradi. Chunki Alucard ura olmaydi Hanabi. Hanabi qachonki late'da full farmda nimadir chiqishi mumkin. Ungacha Hanabidan to'liq yo'q. Ko'rib olishingiz mumkin nimalar olganimni.
Xo'sh, mana ko'rishinglar mumkin. Men birinchisiga udar xotnigani kichkinasini olganman. Undan keyin sapokni full qilib turib, undan keyin yoki BB yiqqanmi yoki topor yiqqanmi. Endi ko'ryapsizlar, mana glue bilan nima midda yurishdi. San bu yerda mani farmim olmoqchi. Bu o'zim biladigan ekanligi hisobiga ham. Hali o'yinni bilmaganligini hisobiga ham komandamizni yutqizganmiz, to'g'risi. Bundan keyin men solo o'ynashga yoki-da Mif chestlar bilan o'ynashga qaror qilganman. To'g'risi akam endi Slavaga chiqqan, Mifga chiqqanida Slava deb adashdim. Endi mana ko'ryapsizlar, Hanabidan o'sha kill shunchaki men bu yerda nimaga qo'yganman, shtobi T1 towerni beravermaslik uchun men bundan oldin Frankoda ham ko'rganlar. Tower men uchun qanaqadir muhim narsa. Ayniqsa middiki, misol uchun mana tepa bilan pastda T1 tower ketsin, lekin middiki ketmasin. Chunki meni ko'k va qizil bufflarim easy olib ketadi, tushunyapsizlarmi? O'shani hisobiga ham T1 tower o'ta muhim. Mana shu middagi towerlar. Lekin ko'rdlaring menga ikkalasi o'zicha taunt qilishgandi. Mana endi ikkalasini ham urib yubordim. Easy. Chunki nimaga o'sha mid game'ga 1 minutdagi mid game 8-minutdan mid game boshlanadi. Mid game va meni vaqtim kelyapti. O'sha 10-level bo'ldim. O'z predmetlarim yig'ilgan, normalniy. Ana endi bo'lsa yana qizilni tozalab, keyin cheripaqaga chiqamiz. Sanga gankka chiqishga mana ko'rib olishinglar mumkin kim nima yiqqanini. Mana keyin Lesnik aytganman, Lesnik bo'lsin, Romero bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar mana shu minionlarni tozalash kerak. Chunki u faqat nima deydi, adekvat tozalash kerak, faqat opt yoki faqat magmas. Sizlar Lesniklar ham tozalaydi. Yo'qmi bo'ldi, tozalash kerak. Cheripaqani bu yerda olish to'g'risi kerak emas edi bir tomondan. Endi men farmni ko'rmaganman. Masalan, farmimiz bir xil bo'lgan. Mana shundan keyin farmimiz sal oshgan. Buni o'rniga Lord chiqqanda ham может, lekin Lord olib ketish ehtimolligi ham bor edi ular, chunki killer hisobiga ham baribir ular oldimda. Bitta meni farmim yaxshi bo'lgan, bu yerda kamanda. Men chunki faqat farmga e'tibor qaratganman har doim. Sizlarga ham shu narsani tavsiya qilaman. Endi bo'lsa qizil urib bo'ldik, cheripaqa olindi. Endi ko'kni urgandan keyin tepada ko'ryapsizlar, fight bo'lyapti, unga chiqish kerak. Agar ungacha o'lib qolishmasa, bitta narsa sanni hech qachon optga ko'tarib, o'zi sanni ko'tarib chiqmaydi. Nimaga? Chunki opt line-da nima deydi? Romerdan keyin bitta bayt tank bo'lib turib berish kerak, lekin san unaqa ish qila olmaydi. To'g'ri olinadigan paytlar bo'lishi mumkin. Bu pikka tushmagan to'g'risi. San olmaydi, boshqa narsa badan ko'rsatgandim, badan olasiz degandim. Olmaganlar. Meni ko'rdilaring, men san o'zi shunchaki o'lib ketdi, men ham kirib o'lib ketdim. Miya chetda yaxshi o'ynab bergan. Ular Lesnikni urgan. Adashmasam Tamuzda ham urganda, Faramish lekin qochib ketgan. Shunaqa gap. Bizda Romenimiz esa o'sha payt o'lgandi yoki-da kechikkan, beta 4x qilib o'tkazib yuborgan. Mana Tapor Vayni yiqqan ekanman. Undan keyin mana endi BB yig'ibdi, ko'rganlaringdek. Farmimiz oldinda, nimaga? Chunki biz yaxshi farm qilyapmiz. Ularni 3 ta towerni olganmiz. Ular bo'lsa, ular ham ular 2 ta towerimizni olgan ekan. Shuni hisobiga ham, lekin bir tomondan farm ham juda katta emas. Unaqa vahimada dedi. Ko'rdilaring, yana siras farm qilib, misol uchun fightga kirib ketganmi, bir xilla bor, faqat fightga kirib ketar. Yo'q, farm qilish kerak Lesnik. Emasam hech qanaqa impact bera olmay qolishi mumkin. Mana bu kratni ham ketish kerak edi aslida. Lesnik o'zi yo'lida ko'rgan jamiki narsani tozalash kerak. Ko'ryapsizlarmi Tamuz turib berishini? Ulardan misol uchun Murchalka olingan, Tamuz tanklik qilib beryapti. Mana shunaqa qilsa ham bo'ladi. Misol uchun Fred olib, qanaqadir Murchalka olsalar ham bo'ladi yoki-da shunga o'xshash narsa. Murchalka olindimi, demak bitta tank olinishi shart optga. Bizda Murchalka bo'lmagan, tank normalniy tank bo'lgan, glue bo'lgan, no counterpick bo'lgan hisobiga ham tez o'lib qolgan, ancha o'lib qolgan. Hozir bu yerda Lord chopaman deganman. Mana chopsam kerak. Hozir ko'ramiz. Hanabining ko'ryapsizlar, unaqa katta o'rndan berayotgani yo'q. Bu yerda Tamuz bizga xalaqit qilyapti. Mana san easy o'lib ketdi, ko'ryapsizlarmi? Hech qanaqa impact chiqmadi. Men o'ynadim, ko'rdilaring va o'lib ketdim. Hanabidan
Tamiz to'rbegani hisobiga ham qanaqadir crit o'rin sal chiqyapti-da. Atak Hanabiydan unaqa aslida o'rin chiqmaydi boshidan. Endi mana qarang, shu yerda def qilish kerak edi aslida. Biznikilar urushib ketdi. Unaqa qilinmaydi. Lord olindimi, Lord berildimi, defga o'ynash kerak. Baribir nima deydi, low mif degilarni o'yini vobshem boshqacha. Shuning uchun sizlar agarda mif chess yoki da mif slava, immortal bo'ladigan bo'lsalar, hech qachon shirlarni olib kirmanglar. Men olib kirib xato qildim. Bugun nima qaytarmaslikka harakat qilaman ham harakat. Chunki o'zim uchun ham-da bu narsa. Bu yerdagi qolgan 3 ta odam uchun ham yoki 3 ta triple level kirganmiz. Endi bu yerdagi 2 ta odam ham ularga zarar ko'rgan. Lekin men olib kirgan 2 ta odamdan nariga tushgan 2 ta odam yaxshi o'ynagan. Ko'ryapsizlar, minionni yana tozalayapman. Baribir bu yerda Tamuzga qarshi kuchim yetmaydi meni hozirchalik, chunki pistolet hali yig'ib olmaganman. Endi mana pastga tushyapman. Nimaga? Pastda o'zi san oshiqcha o'ynayver, miya hamma ketib qolgan. Farmdan orqadamiz. Farmdan orqada bo'lgan payt hech qachon urushilmaydi. Faqat farmga e'tibor qaratish kerak. Lekin bizda kamanda вообще baribir o'yin bilingan. Low mifti o'yinligini. Endi bu yerda Tamuz o'ltasi tugadi, o'zi Tamuz easy yo'qsan bo'ladi. Umr chalkasi ham qochadi, angellarni ham easy ushlab o'ldirib yuboraman. Lekin bu yerda mana Faramis keldi, ko'rdlaring. Va o'ron yaxshigina ta'sir qilyapti. Endi mana bu ham yig'ib bo'ldim. Endi Zilonga yig'yapman. Men ana ko'ryapsizlarmi, tankiviy narsa yiqqan. Bizning sanimiz Scores Attackiga teradi. Scores Attackiga terishni o'rniga mana ko'ryapsizlar. Scores Attackiga nimani olgan? Tezlik qo'shib beradigan narsani, uni ham kichkinasini olib yig'ilmagan. Nom hozir esimga kelmayapti, to'g'risi. Yana qizilni o'rganman men. Qaranglar, mana shu kartaga qarab o'ynash kerak. Misol uchun men yo'qmanmi, nimaga bular fightga kiryapti? Chunki bizdan bitta 1007 o'ron bor. Bizning sanimiz sanimizni yig'ayotgan predmetlari вообще xato. Bitta miyamizdan impact chiqib, miyamiz kill qilyapti. Bu miya ham o'ldi. Ana endi men kimga o'ynadim? Faramisga o'ynadim. Faramis. Mana shu yerda nima surib olgan? O'ldi. Lesnitularni. Faramis ham o'ldi. Angelasi ham hozir o'lish kerak. Mana shu yerda omad lucky etsa ham bo'ladi. Maniak bo'lgan. Bu hammasi ana u taunt qilganlar uchun to'g'risi. Men o'zimdan taunt qilmayman. Faramis nimaga tez chiqsa, uni passivkasi bor. Shunaqa bir xil payt tez chiqadi. Men bespashadni. Lekin mana shu bir xil paytda bespashadni bo'lmay yutqizadi. Misol uchun mana shu 5 ta kill qilsam, Faramis ko'rasizlar, hali ham orqada. Biz 4 tagina tower olganmiz. Ular bizni 7 ta towerimizni o'zi olib tashadi. U 2 tagina towerimiz qolibdi. Endi Lord urush kerak, chunki ular o'zi o'lgan. Bitta Hanabis chiqqan. Hanabisni easy o'ldirib yuborsa bo'ladigan. Endi uni topish kerak. Undan ko'ra men Lord urib, ko'kda uraman. Undan keyin Lord bilan bitta narsa unutmanglar, hech qachon birinchi, ikkinchi Lord orqasidan kirilmaydi. Misol uchun Lord mana hozir chiqadi. Men sizlarga tushuntirib beraman qanday buni ish qilish kerakligini. Mana ko'ryapsizlar, push qilyapti. Bu erta push, bunaqa qilinmaydi. Misol uchun mana tepa bilan pastni miya push qilyapti, tepani urish kerak edi. Mana ay tepa anti-heal olish kerak. Nimaga Angelasi bor, Tamuz bor. Shularga qarshi men Hanabidan xato. Hanabida revoke bo'lmasa, shunchaki easy o'lib ketadi. Ko'ryapsizlarmi? Tamuz endi oshiqcha o'ynayordi. 4 ta, 5 ta odam oldiga shunchaki kirib oldi. Tamuz o'ldi. Mana Angelasi ham o'yin. Endi Faramis menga o'ynayapti. Men shu yerda Faramisni predmet men o'ldirib qo'ygan chaqmoqchasi. O'shani hisobiga olib qo'ygan emasam qochardim. Zilyonkani ham yig'ib olganman, anti-healni ham yig'ib olganman. Trizobis ko'rib qo'yganlar. Endi bo'lsa tezlashtirganman, chunki olib qolganman. Ana endi Lord ko'rlaring mana. Pastdan ketdi, adashmasam. Nima Angellar bilan Tamuz def borishdi. Ana shunaqa payti mid bilan tepadan push qilinadi. 3-Lord katta Lord chiqadi. Ana 3-Lord bilan birga kirilsa bo'ladi. Tamuzdan yana xato, oshiqcha o'ynab o'rgan.
Ramuzga o'ynayapman. Angella ham bo'lish kerak, chunki Angellaning ham hech qanaqa qochadigan joyi yo'q. Na Zamanovskiga, na Besmertniy bu hech narsa foyda bermasdi. To'g'ri, Zamanovskiga bilan o'rtasini bosishga ulgurardi, no unda ham o'zi kech bo'lgan. Ko'ryapsizlar, men shunchaki farm qilib yuribman. Full farmdaman. Endi u nimaga, misol uchun Zilyagani sotib olib turib, nimadir Besmertniy Zamanovskiga olib shunaqa qilsam bo'ladi. Keyin baribir push qilish kerak. Push qilish uchun ham men minion uryapman. Endi qolganlarni farmini ko'rib olsalaring bo'ladi. Hanabi 6 ta kill, 2 marta o'lgan, Gluni ko'ryapsizlar, 10 marta o'lib yorgan. Ko'ryapsizlar, o'ta ham ko'p bo'lgan Glu. Yaxshigina farm berib yorgan. Ko'ryapsizlar, mana pas o'zi minion line push bo'ldi. Salkam menimcha yo'q ketsa kerak. Men mana shu yerda Ghosting o'ynaganman. Nimaga Smite'ni yo'qotish uchun? Agar uni Smite bo'lmaganda men Lordni easy olardim. Menimcha bunday olganman. Faqat birinchi Lordni berib qo'yganmiz, xolos. Ana endi qaranglar, Sam bilan tepada Gord ularni ushlab turibdi. Bir tomondan bu narsa yaxshi. Faramis yana menga o'ynamoqchi, lekin men Smite'im bor deb easy olib qo'yganman. Smite'ga bo'lsa qizil Smite olingan, nimaga? O'ron yaxshi berish uchun. Aytishlar mumkin, endi bu yerda ko'k yoki no, ko'pincha magический o'rin beradiganlarga, narigisi bo'lsa jon menga sizdan jonim yaxshi to'ladi bu narsa. Narigi hech qaysi to'g'ri kelmaydi, to'g'risi. Pistolet yig'maganman, chunki bitta anoni o'zi bo'lgan ekan. Pistolet yig'masa shuning bilan ham o'rin chiqqan. 4x qilganman. Ana ko'rdilaring, Hanabini o'ldirib yubordi. Chunki late уже o'tib bo'ldi. 15-minutdan keyin late 9-minutda o'zi o'ldirib yuborgan. Nimaga tezlashtirib yuborganman? Sababi men o'lganman, shunchaki tezlashtirib ko'rsatib yuboraman deganman. Yana tozalaganmiz, push qilganmiz, ko'ryapsizlar. Hanabidan crit o'rin chiqishini ko'ryapsizlar. Mana shu yerda misol uchun tapor yoki BBni sotib olib, o'sha shans crit o'ronga qarshi predmet olganimda Hanabiga ham qarshi turib o'ynalardim, lekin mana shu ishni qilmaganman. Endi qaranglar, bitta mandamasda hatto misol uchun mana Gluyani 2 marta o'lib yordi bu yerda. Sam bitta ham kill qilmagan, faqat assist. Bitta miniya o'ynayapti, Gorddan hop assist, 22 ta assist. Bu mag uchun yaxshi. Mana shu yerda mana ko'ryapsizlar, Hanabi mana yana easy o'ldirib yordi. Undan yaxshigina o'rin chiqdi. Nimadan ham anchagina o'rin chiqqan. Faramisdan ham, Lesnikidan ham. Endi Gloni ko'rdilaring, biz Lord def qilishimiz kerak. Yana o'ynab yordi. Yana meni o'ldirib yorgan Faramis. Shu bilan mana o'yinimiz tugadi. Nima ham deymiz? Bespashadniy, lekin har doim g'alaba bilan tugamagan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qanchalik sizlarga tushuntirib beralim bilmadim. Qo'ldan kelgancha o'zimdagi bor bilimni sizlarga berishga harakat qildim.